Germaniyada musulmonlar oilasida chaqaloq dunyoga keldi. Oila a'zolari chaqaloqni sochini payg'ambarimiz sunnatlariga muvofiq 7-kunida tagidan qirdirib oldirdilar va odamlarga sadaqa qilib boyligidan ulashdilar. Ushbu chaqaloqni bir necha kundan so'ng shifokor ko'rigiga olib borishdi. Shifokor chaqaloqni ko'zdan kechirar ekan so'radi: "Bolani sochini o'zingiz oldingizmi yoki sochsiz tug'ildimi?" Chaqaloqni onasi dedi: "O'zimiz oldik." Shifokor taajjublanib dedi: "Qiziq, olimlar bundan 2 oy avval yangilik kashf etdilar. Ushbu yangilik shundan iboratki, yangi tug'ilgan chaqaloqni sochini 40 kun ichida olinsa, chaqaloqni miyasini ish faoliyati yorqinlashadi. Oqillikka yo'l ochiladi, ko'z ko'rish qobiliyati kuchayadi va yana ko'p a'zolarga foydaligi aniqlandi. Ayniqsa, soch 7-kuni olinsa, maqsadga muvofiq ish bo'lar ekan. Bu yangilik hali ommaga tarqalib ulgurmadi. Sizlar qayerdan bildingiz bu yangilikni?" so'radi shifokor chaqaloqning onasidan. Muslima ona dedi: "Sizlar endi kashf qilgan yangilikni bizga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va sallam sunnat qilib qoldirganlar. Bundan 1400 yil avval." Shifokor ayolni javobidan hayratda qoldi.